Ota-onangiz tirikligida xuddi shu ishlarni qilsangiz, keyin hech qachon afsuslanmaysiz. Gaplashayotgan payt ovozlarni yozib oling. Bir kun kelib qayta eshitadigan eng yaxshi hikoya bo'ladi. Kulganlarini videoga olib oling. Bir kun kelib eng xafa kuningizda ham ko'rishga arzugulik eng yaxshi video bo'ladi. Qo'llarini rasmga olib oling. O'sha qo'llar sizni butun hayotingizni qurishga sababchi bo'lgan. Eng og'ir kunlaringizda ham o'sha qo'llarni ko'rsangiz, o'zingizda kuch topasiz. Orzularini so'rang, chunki siz tug'ilmasingizdan avval ham ularni o'zini hayoti bo'lgan. Ular bilan birga eng yaxshi ko'rgan kinolarini birga ko'ring. Chunki bir kun kelib, ularning eng yaxshi xotiralarini gapirib beradi. Jim turib, ular bilan birga vaqt o'tkazing. Telefonni chetga surib qo'ying. Eng yaxshi sovg'a bir xil vaqt jim turish ham bo'ladi. Aytib o'tganimda afsuslanib qolmasdan, shu ishlarni hoziroq ota-onangiz bilan birgalikda qilib qo'ying. Noyob gavhar durdonang topilmaydi.